Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuşduracağıq. Qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Amerika Xitayning ashyo obort şirketini jazolaydiganligini e'lon qildi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, Amerika qora tizimlikka kirgan İran Mahan Avasiya şirketi bilan hamkorlashgan Xitoy ashyo obort şirketiga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Amerika Moliya ministrligi bayonot e'lon qilib, Xitoy ashyo obort şirketi, ya'ni Shanghai Saint ashyo oborti cheklik şirketi Mahan Avasiya şirketining Shanxaydagi asosliq mal setish vakolatchisi GSA Xitoy bilan İran o'rtasidagi navbatchi aeroplanlarda yuk zakaz qilish va boshqa mulozimatlar qilganligini, İran Mahan Avasiya şirketi islom inqilobiy qo'g'dug'uvchilari muqaddas shahar armiyasini qo'llaganligi uchun Amerikaning jazolash tizimligiga kirgizilganligini, Xitoy shirkatiga qo'yiladigan jazo bo'lsa, Amerikadagi ashyo obort shirkatiga tava barliq mol mulklari to'ng'iltirilganligi va Amerika fuqarolarining Xitoy shirkati bilan hamkorlashishining cheklanganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bayonotida Xitoy Mahan Avasiyasini qarshi oldigan oz sondagi davlatlarning biri. Xitoy bu hamkorlikning badalini to'laydiganligini, Xitoy shirkatiga beriladigan bu jazoning kishilarga Mahan Avasiya shirkatiga mulozimat qilayotgan shirkatlarning mayli Xitoy yoki boshqa joylarda bo'lsin, Amerikaning jazosiga uchrashi mumkinligini yana bir qatim eskartadiganligini bildirdi. Amerika yana Mahan Avasiya shirkatining Venezuela Maduro hokimiyatini qo'llaganligini tanqid qildi. Pompeo bu haqda Mahan Avasiya shirkati Venezuelaga mal yetkazishga qulaylik yaratib, qonunsiz Maduro hokimiyatini va uning energiya ishlab chiqarishini oshirish uchun ko'rsatgan tirishchanligini qo'llayotdi. O'xshashlik kishini andishiga soldig'ini shuki, Mahan Avasiya shirkati Venezuelaning oltinlarini Ironga yo'tkaganligi ma'lum bo'ldi. Bu orqali Venezuela xalqini iqtisodni qayta qurish uchun kerakli boyliqlardan mahrum qilyotdi deganlarni qayd qildi. Amerika Moliya ministri Mnuchin yana İran hokimiyati Mahan Avasiya shirkatidan foydalanib, Venezueladagi qonunsiz va chirik hokimiyatni qo'llayotdi. Biz ikkilanmayla Mahan Avasiya shirkati bilan savdo munosabatini saqlab kelayotgan o'rinlarni jazolash nishoni qilamiz deganlarni bildirdi. Amerika Kengash palata a'zolari Xitoyni ogohlantirdi. Amerika ovozining 20 maydagi xabarda bildirilishicha, Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning qayta vazifaga chiqqanligini tabriklagan Amerika parlamentidagi bir qism muhim shaxslar Xitoyni ogohlantirgan. Cumhuriyetchilar partiyasi Kengash palata a'zosi Marco Rubio Kengash palatasi axborot komiteti isbot anglash yig'inida so'z qilib, Xitoyning harbiy tahdidi va diplomatik besimi barg'ansiri og'irlashib, ogohlantirish signali berayotganligini, bu yil 1-oyning oxiridan boshlab Xitoy armiyasi ko'p qatim harbiy aeroplan avatib, Tayvan atrofida mashq elib borganligini, Xitoy Tayvan bo'g'ozining markaziy siziqidan o'tib ketganligini, 4-oyda yana Xitoy aviamatkasi Liaoningmo Tayvan bo'g'ozida paydo bo'lganligini bildirdi. Marco Rubio yana Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning qayta saylanganligini tabriklash bilan birga, Xitoyni ogohlantirib, Xitoy Tayvanni qurol kuchi bilan birlikka keltiramiz deydigan ofat xarakterlik oqibatlarga sabab bo'lganligini, Xitoy masalani qurol kuchi bilan hal qilamiz deydigan bevosita Amerika bilan to'qinishadiganligini bildirdi. Oklahoma shtatidan kelgan Enhofer Amerika ovozi radiosining ziyoratini qabul qilib, "Men Tayvan Amerikaning Hind Tinch okeanidagi eng yaqin sirdoshlarining biri bo'lishini umid qilaman. Biz Tayvan bilan yaqindan hamkorlashyapmiz" degan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu haqda to'xtalib, Tsai Ing-wenning ikkinchi qatim prezident bo'lib saylanganligini tabriklash bilan birga, Amerika Tayvan munosabati yangi bir pallaga ko'tarilganligini bildirdi. Virusning kelish manbasini tekshirish qaror qilindi. Anadolu agentligining 19-maydagi xabarda bildirilishicha, Dunyo sog'liq tashkilotining 73-navbatlik yig'inida Xitoy virusining kelish manbasini mustaqil tekshirish qaror qilingan. Yig'inda yuqumga qarshi elingan tadbirlar doirasi ichida Xitoy virusining kelib chiqishini hamda Dunyo sog'liq tashkilotining virusning tarqalish jarayonidagi mas'uliyatini mustaqil, tarafsiz va atrofliq tekshirish haqida o'ttirg'a qo'yilgan taklif loyiha birdak ma'qullangan. Qarorda yana Xitoy virusiga qarshi ishlab chiqarilgan vaksina, dori va boshqa texnikalarning adil taqsimlanishi qaror tekstiga kirgizilgan bo'lib,
Amerika DSA'dagi vakillar o'maki bu qarorga qarshi turmagan bo'lsa-mu, biroq qarordan keyin e'lon qilingan bayonotida ma'qullangan qarorning ba'zi abzaslari va qo'llangan uslubini tanqid qilgan. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın baş direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus Xitoy virusining kelib chiqishini mustaqil tekshirishga va'da berib, "Men eng muvofiq bir vaqtda mustaqil tekshirishni yo'lga qo'yib, virusning tarqalishi haqidagi tajriba saboqlarini ko'rib chiqaman" deganlarini bildirgan. Xitoy fuqarolari Kompartiyaga norozilik bildirdi. Val ko'chasi to'rining 19-maydagi xabarda bildirilishicha, chet elda qopsilib qolgan Xitoy fuqarolari o'zi turishliq davlatlardagi Xitoy elchixonalariga norozilik bildirib, ularning davlatiga qaytalmaslik qiyinchiligini hal qilishni talab qilgan. Xitoy Kommunist partiyasi virus yuqumi sababli chet ellarda qopsilib qolgan Xitoy fuqarolarining tanqidiga duch kelmoqda. Chet ellarda qopsilib qolgan Xitoy fuqarolari g'azablangan holda Xitoy Kommunist partiyasini o'z fuqarolari bilan kori bo'lmadi deb tanqidlagan. Yaqinda Xitoyda virus yuqumining qayta boshlanishiga ergishib, Xitoyga uchadigan aeroplanlarning soni ko'rinarli azaygan. Bu vaqa dunyoning har qaysi joylariga borgan Xitoy pasporti bor kishilarning yurtiga qaytib ketishini qiyinlashtirib o'tgan. Bilet soni cheklik bo'lganlik sababidan Xitoylar o'zaro raqobatlashishga boshlagan. Chet elda qopsilib qolgan nurg'un Xitoylar Xitoy elchixonalarining qiziq liniyasini aldirash qilib o'tgan. G'azablangan Xitoy fuqarolari ijtimoiy aloqa vositalarida Xitoy Kompartiyasini ayblaydigan uchurlarni e'lon qilgan hamda norozilik bildirib namoyish qilgan. Nepal soqchilari Nepal bosh ministri ishxonasi joylashgan Katmandudagi Shir ordusiga bosib kirmoqchi bo'lgan 47 Xitoy fuqarosini tutgan. Aslida bu Xitoy fuqarolari Nepal hukumatining ularning yurtiga qaytishiga yordam qilishini talab qilib namoyish qilgan. Nepal soqchi taraf bayonotchisining bildirishicha, 4 Xitoy fuqarosi madaniyatsiz harakatga chetishlik jinoyat bilan ayblanib qo'lga olingan. Xitoy Uyg'ur farzandlarini oiladan ayirishni davomlashtirmoqda. Xitoy 2017-yildan boshlab lager va turmalarga tutqun qilingan Uyg'ur farzandlarini oila muhitidan ayirib, Xitoy ma'arifida tarbiyalashga boshlagan bo'lib, sonsizlagan Uyg'ur farzandlari ota-ona mehridan ayrilish fojiasiga duch kelgan. Yaqindan buyon yana bir qism hujjatlarda bildirilishicha, Uyg'ur farzandlarini atalmish yasli nomidagi o'rinlarga zo'r sonda yig'ishga boshlagan. Aqsu axborot to'rining xabar qilishicha, Aqsu shahrida yangidan 20 nacha yasli salmoqchi bo'lgan. Xabarda yangi selinmoqchi bo'lgan yaslilar bu yil 9-oyda bitadiganligi, mazkur yangi yaslilarga 10 mingga yaqin bolaning qabul qilinadiganligi, bu yaslilarning qurilish sababining yasli qis bo'lish ekanligi bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitoy tajovuzchilarining ota-onasi lagerlarga qamalgan Sharq Turkistonlik bolalarni bir yerga to'plash orqali Uyg'ur madaniyat muhitidan ayirib, kichikidan boshlab xitoylashtirishdan iborat razil planning bir qismi ekanligini bildirishmoqda. Amerika Xitoydagi zavod korxonalarni Xitoydan chekinishga chaqirdi. Amerika prezidenti Donald Trump hokimiyat beshiga chiqqandan buyon chet ellardagi Amerika shirkatlari va korxonalarini Amerikaga qaytib kelishga da'vat qilib kelayotgan edi. Bu qitimqi Xitoy virusi dunyoviy vaboga aylanib ketgandan keyin bu chaqiriq yana bir qitim o'ttirg'a chiqishga boshladi. Germaniya to'lqinlari radiosining 20-maydagi xabarda aytilishicha, navbatda Amerika hukumatidagi yuqori darajali amaldorlar boj kechirim qilish, munosabatlik yangi belgilamlarni tuzib chiqish, zarur bo'lgan iqtisodiy to'liqlama yordam bilan ta'minlash qatorliq choralar bilan Xitoydagi Amerika zavod korxonalarini Amerikaga qaytarib kelishni jiddiy muzokara qilmoqda ekan. Bo'libmi mush qitimqi virus ofatida Amerikaning ko'plagan tibbiy buyumlar ta'minotida o'z-o'zini qamday olmasligi, buning bo'lsa bevosita holda nurg'unlagan kishilarning behuda o'lib ketishiga sabab bo'lishi tufaylidan bu vaqtdagi cho'qqanlar texmi yuqori pallaga chiqmoqda ekan. Amerika prezidenti Donald Trump o'zining Twitter betida uchur yo'llab, hozir Xitoydagi ba'zi saranglar necha yuz minglagan kishining joniga zamin bo'lgan virus uchun tashqi dunyoni ayblab bayonot e'lon qilg'ili turdi. Bu kalvalarga shuni tushuntirib qo'yinglar. Bu qitimqi dunyoviy qotillik faqat Xitoyning qobiliyatsizligidan boshqa narsa emas degan. Amerika Avam palatasidagi osonliklar rahbari Kevin McCarthy bu xildagi tadbirlarni izchil qo'llab kelayotgan kishilarning biri. U hozir Amerika hukumatidagi ikki partiya vakillarining Amerika xalqining jonijon manfaati uchun zich hamkorlashishi haqida to'xtalib, Xitoy bilan bo'ladigan muomalada biz demokratlar strategiyasi yoki jumhuriyatchilar strategiyasi deganlarga muhtoj emas. Bizga lozimi faqat Amerika strategiyasidir degan.
Shuningdek, Xitoydagi tovar ta'minot zanjirini Amerikaga qaytarib kelishning hech qachonmi hozirgidek zarur bo'lib boqmaganligini, ashu korxona va zavodlarning Xitoydagi mashg'ulotlarini Amerika tuprog'ida buningdan keyin texmi oson va texmi mukammal shaklda davomlashtirish mumkinligini bildirgan. Xitoy Hindiston qo'shinlarining Ladakh rayonidagi to'qinishi diqqat qo'zg'amoqda. Hindiston bilan Xitoy o'rtasida 1962-yili chegara to'qinishi sababidan bir qatimliq qonliq urush yuz bergan bo'lib, shu vaqtda Xitoy armiyasining tarkibidagi Uyg'ur askarlarining bu urushga to'p yemi qilib selinganligi hali ham ko'p qism Uyg'urlarga tunishli hikoyadir. Dal mushu tarixiy to'qinish ko'rilgan joyda yaqindan buyon ikki taraf o'rtasida avj elayotgan harbiy surkilish barg'ansiri zo'r diqqat qo'zg'ashga boshladi. İqtisod vaqti gazetining 19-maydagi xabarda aytilishicha, bu qatimqi surkilish asosligi Ladakh rayonidagi Galvan jilg'isida ko'rilgan bo'lib, bu joy Sharqi Turkiston bilan bevosita tutishidi. O'tgan haftada ikki taraf harbiylari mushu atrofda janjallashib qolgan bo'lib, Hindiston axborotlari bu voqeani Xitoyning 1962-yildagi o'ktamligini qaytadan namoyon qilganlik deb tanqidlagan. Ayni vaqtdagi chegara urushida Xitoy taraf bilan Hindiston bir-birini tajovuzchi deb ayblagan bo'lib, bu qatimda Xitoy rejimi Hindiston qo'shinlarini Xitoy chegarasidan qonunsizlik bilan o'tdi deb ayblagan. Ammo Hindiston hukumatı buningga qarata bu xil ikki yuzlamachilik bilan to'lgan bayonotlarga biz parvo qilmaymiz. Chunki tajovuzchilikni kimning qilayotganligi bakmo oshkora bo'lmoqda degan. Ammo har ikki taraf o'zlarining bu rayondagi chegara mudofaa qismlarining sonini tizdan oshirgan. Xitoyning hukumat taratqusi bo'lgan Yer shari vaqti gazeti bu munosabat bilan maqola e'lon qilib, biz bu qatimqi surkilishni yana bir qatimliq doklam chegara to'qinishiga sabab bo'ldi deb qaramaymiz degan. Trump Xitoyning ta'til tashviqotlarining rezillik ekanligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijianning Amerika to'g'risida qilgan bayonotiga norozilik bildirdi. Prezident Trump Twitterda bayonotchi Zhao Xitoy nomidan kalvalarcha gap qilib, davlatining dunyoga tarqatgan ichinishli qirg'inchilikning nishonini o'zgartishni umid qilyotdi. Xitoyning Amerika va Yevropa ustida qilayotgan ta'til tashviqot hujumlari rezillikdir dedi. U Xitoyning Wuhan virusini dastlabki kunlarda to'sib oladiganligini, biroq unda qilmaganligini ilgari surib mundaq dedi. Xitoy cho'ng ta'til tashviqot safarbarlik harakatini qanot yaydiryapti. Chunki xomush Joe Bidenning saylamda o'tishi va men vazifaga kelishkichi bo'lgan necha 10 yildan beri qilganidek davomli Amerikani qo'yib etishda umidsiz. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Beijingdagi axborot e'lon qilish yig'inida Prezident Trumpning Dunyo sahyo tashkiloti haqida e'lon qilgan bayonoti ustida to'xtalganda, jamiyatga xato uchur tarqatib, Xitoyning Wuhan virusiga qarshi kurash tirishchanliklarini qaralab, Amerikaning vaboga qarshi kurashidagi yetersizligini yepishga o'rnayotdi. Amerikalik ba'zi siyosatchilarni boshqalarni ayblashdan va mas'uliyatdan qochishdan voz kechib, xalqaro jamiyat bilan o'zaro hamkorliklarni kuchaytirib, vaboni birlikda yengishni tavsiya qilamiz degan edi. Turkiyada Xitoy virusi bilan qazo qilganlarning soni ko'rinarli tövalladi. Turkiya Cumhuriyeti Sahiyya Ministri Fahrettin Koca 20 may bir kun ichida Xitoy virusi bilan 23 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 20.838 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 972 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 152.587 ga yetganligini, bir kun ichida 23 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4222 ga yetganligini bildirdi. Sahiyya ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida 1092 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 877 bemorning kasalining og'ir ekanligini, ammo kasali og'ir bemorlarning uzluksiz ozishga boshlaganligini, Xitoy virusi yuqumining oldini olish uchun yo'l qo'ygan uydan chiqmaslik tadbirining unumli bo'lganligini, maska taqash, uchrashganda 1,5 metr oraliq saqlash qatorliq oldini olish tadbirlarini yaxshi qilish, odam ko'p o'rinlarga berishdan saqlanish qatorliq tadbirlarni davomlashtirishning intayin muhim ekanligini ta'kidladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.